iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqidagi xabar ko'pchilik pensionerlarni xavotirga soldi. Men bugun sizga aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi qaysi kunda tushishi mumkin? Kechikish bo'lsa nima qilish kerak? Qaysi holatda xavotir olish kerak? Qaysi holatda esa kutishning o'zi yetarli bo'ladi? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga va nogironlik pensiyasi oluvchilarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham asraydi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya tushadigan kunni deyarli yoddan bilardi. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida olardi. Kimdir 9 sanasida, kimdir 12 sanasida, yana kimdir 15 sanasigacha kutardi. Plastik kartaga oladiganlar bankdan SMS kutardi, naqd pul oladiganlar esa mahalla yoki pochta xodimidan xabar kutardi. Odamlar o'z xarajatini ham shunga qarab rejalashtirardi. Dori-darmon, kommunal to'lov, qarz, oziq-ovqat, nabiralarga yordam, bozorlik, shifokor ko'rigi. Ya'ni pensiya kuni pensioner uchun oddiy sana emas. Bu tun oylik hayot rejasining markazi hisoblanadi. Endi esa iyul oyida jadval qayta yozilgan deganda, men eng avvalo shuni tushuntirmoqchiman. Bu har doim ham pensiya kamayadi yoki bekor bo'ladi degani emas. Jadval o'zgarish ko'pincha to'lov kunlari, banklar orqali o'tkazish ketma-ketligi, pochta orqali yetkazish yo'nalishlari, hududlar bo'yicha taqsimot yoki texnik yuklama bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bir odamga pensiya 5 kuni emas, 7 kuni tushishi mumkin. Boshqa bir odamga 10 kuni emas, uning 2 kuni yetib borishi mumkin. Ayrim hududlarda esa to'lovlar avvalgidan oldinroq boshlanishi ham mumkin. Lekin muhim joy shuki, jadval o'zgarganini bilmagan odam darrov vahimaga tushadi. Menga pensiya chiqmay qolibdimi? Kartam bloklanganmi? Pensiya jamg'armasida ro'yxatdan tushib qolmadimmi? degan savollar paydo bo'ladi. Men sizga aytaman, birinchi kuniyoq vahima qilish kerak emas, lekin befarq bo'lib ham o'tirmaslik kerak. To'g'ri tekshirish tartibi bor. Oldingi tartibda pensionerlar ko'proq odat bo'yicha ish tutardi. Agar bir necha oy davomida pensiya 8 sana atrofida tushgan bo'lsa, odam shu kunni o'zining doimiy kuni deb qabul qilardi. Aslida esa har bir oyning to'lov jarayoni kalendar kunlari, dam olish kunlari, bayramlar, bank operatsiyalari, moliyalashtirish va hududiy taqsimotga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, agar odatda pensiya tushadigan kun shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, bank o'tkazmasi keyingi ish kuniga surilishi mumkin. Yoki aksincha ayrim hollarda oldindan o'tkazilishi mumkin. Iyul oyida jadval qayta yozildi deganda, men buni pensionerlar uchun ogohlantirish deb qabul qilaman. Chunki yoz oylarida ko'pincha xarajatlar ko'payadi. Issiqda dori ko'proq kerak bo'ladi. Kommunal to'lovlarda elektr sarfi oshadi, bozorda ayrim mahsulot narxi o'zgaradi, nabiralar ta'tilga chiqadi, oilaviy xarajatlar ko'payadi. Shunday paytda pensiya 1-2 kun kechiksa ham odamning ro'zg'origa ta'sir qiladi. Shuning uchun jadvaldagi o'zgarishlarni oldindan bilish juda muhim. Endi asosiy o'zgarish shundan iborat bo'lishi mumkin. To'lovlar avvalgi odatiy sanaga emas, yangilangan ketma-ketlikka qarab amalga oshiriladi. Kartaga pensiya oladiganlarda bank tizimi orqali tushish vaqti farq qiladi. Pochta orqali yoki naqd shaklda oladiganlarda esa mahalla, ko'cha sektor yoki yo'nalish bo'yicha navbat boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar qo'shnim oldi, men hali olmadim deb xavotir qiladi. Men bunday holatda shuni maslahat beraman. Qo'shningiz bilan bir xil yoshda bo'lishingiz, bir xil mahallada yashashingiz yoki bir xil bank kartasiga ega bo'lishingiz to'lov bir vaqtda tushadi degani emas. Birinchi navbatda pensiyani naqd shaklda oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki naqd yetkazish jarayonida inson omili, yo'l, hudud, pochta reja jadvali qabul qilish vaqti kabi omillar bor. Agar siz odatda pochta xodimi orqali uyda olsangiz, iyul oyida kelish kuni oldingidan farq qilishi mumkin. Masalan, avval har oyning 6 kunida kelgan bo'lsa, bu oy 8 yoki 9 kuni kelishi ehtimoli bor. Bu darrov muammo degani emas. Lekin siz mahalla yoki pochta bo'limidan aniqlashtirib qo'yishingiz kerak. Ikkinchi navbatda kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, kartaning muddati tugagan yangi karta olingan, bank o'zgartirilgan yoki karta yo'q bo'lib qayta chiqarilgan bo'lsa, pensiya tushishida texnik kechikish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam jadval o'zgardi deb o'ylaydi.
aslida esa bank rekvizitlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratgan holat. Pensioner yangi karta oladi, lekin pensiya organiga yangi karta ma'lumotlari yetib bormaydi yoki bank tizimida bog'lanish kechikadi. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham kartaga tushish sekinlashadi. Uchinchi guruh ishonchnomasi orqali pensiya oladiganlar. Agar pensionerning o'zi bora olmasa va farzandi yoki qarindoshi ishonchnomasi bilan olsa, hujjat muddati, pasport ma'lumoti, ishonchnomaning amal qilish davri juda muhim. Bir sana o'tib ketgan bo'lsa ham to'lov berilmasligi mumkin. Bu yerda jadval emas, hujjat to'sib bo'ladi. Shuning uchun iyul oyida bunday oilalar albatta ishonchnoma muddatini tekshirishi kerak. 4-guruh yaqinda yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Toshkentdan Samarqandga ko'chdi yoki bir tumandan boshqa tumanga ro'yxatga o'tdi. Bunday holatda pensiya ishi bir joydan ikkinchi joyga o'tishi, ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Agar bu jarayon to'liq yakunlanmagan bo'lsa, pensiya odatdagi kunda tushmasligi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta faol bo'lsa, oldingi oylarda pensiya muntazam tushgan bo'lsa va hozir faqat 1-2 kun farq bo'layotgan bo'lsa, darrov katta muammo deb o'ylamang. To'lov jadvali o'zgarganda bunday siljishlar bo'lishi tabiiy. Masalan, siz avval 7 sana olgan bo'lsangiz, bu oy 9 sana olishingiz mumkin. Ayniqsa sana dam olish kunlariga yaqin tushsa, bank amaliyotlari keyingi ish kunida ko'rinishi mumkin. Yana bir misol, qo'shningiz ertalab SMS oldi. Siz esa kechqurun oldingiz. Bu ham muammo emas. Bank tizimida ommaviy to'lovlar bosqichma-bosqich o'tadi. Bir bank mijoziga oldin boshqa bank mijoziga keyin tushishi mumkin. Hatto bir bank ichida ham SMS xabarnoma kechikishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa qilmang. Mobil ilova, bankomat yoki bank aloqa markazi orqali balansni tekshirib ko'ring. Masalan, 58 yoshli pensioner opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U odatda 6 sana pulini olib 300 ming so'm doriga, 200 ming so'm kommunal to'lovga, 500 ming so'm oziq-ovqatga, qolgani mayda xarajatlarga ajratadi. Iyulda pensiya 6 sana tushmadi. Opa xavotirga tushdi. Pulim kesildimi deb o'yladi. Aslida jadval o'zgargani sababli uning mahallasiga naqd to'lov 8 sana rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Agar opa darrov qarz olib yoki shoshilib bankka borib asabiylashsa, o'zini qiynaydi. To'g'ri yo'l. Mahalla mas'ulidan yoki pochta bo'limidan jadvalni aniqlash. Ikkinchi misol, 72 yoshli otaxon kartaga pensiya oladi. Har oy 10 sana 1 million 600 ming so'm tushadi. Iyulda 10 sana tushmadi. U bankka bordi, bank hisobingiz faol dedi. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qildi. U yerda to'lovlar yangilangan jadval bo'yicha 12 sanagacha tushishi aytildi. 12 sana pul tushdi. Bu holatda otaxon to'g'ri ish qildi. Avval bankni tekshirdi, keyin pensiya organidan aniqlashtirdi, lekin asossiz xulosa chiqarmadi. Uchinchi misol, bir ayol onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib yurardi. Iyul oyida pensiya berilmay qoldi. U jadval o'zgardi deb o'yladi. Tekshirsa ishonchnoma muddati 30 iyunda tugagan ekan. Bu juda muhim saboq. Hamma kechikish jadval sababli bo'lmaydi. Ba'zan muammo hujjatda bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma bilan oladiganlar har oy boshida emas, oldindan hujjat muddatini tekshirish kerak. 4-misol, pensioner karta almashtirdi. Eski kartasi muddati tugadi, yangi karta oldi. Lekin pensiya tushadigan hisob raqami yangilanmagan. Natijada pul eski rekvizitga ketmaydi yoki tizimda ushlanib qoladi. Bu holatda odam bankdan karta faolmi deb so'rashi. Keyin pensiya jamg'armasiga yangi karta ma'lumotlarini taqdim etish kerak. Faqat telefon orqali nega tushmadi deyish yetmaydi. Ba'zan yozma murojaat yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan borish talab qilinadi. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya to'lov jadvali umumiy bo'lsa ham, har bir odamning holati alohida baholanadi. Bir odam yoshga doir pensiya oladi, boshqasi nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ularning hujjatlari, muddatlari, qayta ko'rik talablari, bank ma'lumotlari farq qiladi. Ayniqsa nogironlik pensiyasi oluvchilarda tibbiy ko'rik yoki maqom muddati bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Agar tegishli muddat tugagan bo'lsa va ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor. Yana bir nozik masala, pensioner chet elga chiqib ketgan bo'lsa yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmasa, ayrim hollarda to'lov tartibini aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, pensioner bir necha oy davomida pensiyasini olmagan bo'lsa, keyin birdan murojaat qilsa,
to'plangan summa, olish tartibi va hujjatlar alohida tekshirilishi mumkin. Bu yerda ham jadval o'zgardi degan umumiy gap yetarli emas. Shaxsiy holatni ko'rib chiqish kerak. Pochta orqali naqd oluvchilarda yana bir muhim jihat bor. Uyda bo'lmasangiz, pochta xodimi kelib sizni topmasa, pul darrov yo'qolmaydi. Lekin keyin qayta olish uchun belgilangan tartib bo'ladi. Shuning uchun to'lov kunlari yaqinlashganda, ayniqsa jadval o'zgargan oyda uyda kimdir bo'lishi, telefon yo'qilgan turishi, mahalla bilan aloqa bo'lishi kerak. Kelishmadi deb o'tirishdan oldin, kelganda men uyda edimmi degan savolni ham tekshirish kerak. Kartaga pensiya oladiganlar uchun yana bir tuzoq. SMS kelmasa ham pul tushgan bo'lishi mumkin. Ayrim banklarda SMS xizmati o'chgan bo'ladi, telefon raqami almashtirilgan bo'ladi yoki balans xabari kech keladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya tushgan tushmaganini faqat SMS bilan baholamang. Bankomatdan mini ko'chirma oling, bank ilovasiga kiring yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Yana bir muhim ogohlantirish. Hech kimga karta raqamingizni, S-kodni, pasport ma'lumotingizni, bank ilovasining parolini aytmang. Jadval o'zgargan paytda firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz kechikibdi, men tushirib beraman. Jadvalga kiritib qo'yaman. Kompensatsiya chiqdi, kodni ayting deb aldashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Rasmiy idora hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Kim kod so'rasa, bilingki bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizning odatiy pensiya olish usulingizni aniqlang. Siz kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Agar kartaga olsangiz, qaysi bank kartasi? Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulanganmi? Agar naqd olsangiz, qaysi pochta bo'limi yoki qaysi mas'ul orqali olasiz? Shularni bilmasdan turib muammoni topish qiyin. Ikkinchi qadam. Kamida 3 ta joydan tekshiring. Birinchisi, bank. Agar kartaga olsangiz, bankdan hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Kirim bo'lganmi? Texnik cheklov yo'qmi? Shuni so'rang. Ikkinchisi, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. U yerda pensiya ishingiz bo'yicha to'lov tayinlanganmi? Jadvalda qaysi davrga rejalashtirilgan? Hujjatlarda muammo yo'qmi? Shuni aniqlaysiz. Uchinchisi, mahalla yoki pochta bo'limi. Ayniqsa naqd to'lov oluvchilar uchun bu juda muhim. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi. Agar ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnomaning asl nusxasi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar karta almashtirilgan bo'lsa, yangi karta rekvizitlarini oling. Bankdan hisob raqam ma'lumotnomasini so'rash foydali bo'ladi. 4-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya belgilangan muddatdan ancha kechiksa, yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falonchi pasport ma'lumotim shunday. Falon turdagi pensiya olaman. Odatda falon sanada tushardi. Iyul oyida tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Murojaatni 2 nusxada tayyorlasangiz, bir nusxasi sizda qabul qilinganligi belgisi bilan qoladi. Bu keyingi tekshiruvlarda juda kerak bo'ladi. 5-qadam, qarindoshlar pensionerlarga yordam bersin. Ko'p otaxon onaxonlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. Telefon orqali navbat kutishga qiynaladi. Idoraga borishga sog'ligi yo'l qo'ymaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar bu masalada befarq bo'lmasin. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning kartasini olib, PIN kodini bilib, uning roziligisiz pul yechish mumkin emas. Eng to'g'ri yo'l. Pensionerning o'zi bilan birga borish yoki qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish. Agar pensiya odatdagi sanada tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang. Ikkinchi kuni bank balansini tekshiring. Uchinchisi, jadval yangilangan bo'lishi mumkinligini inobatga olib, mahalla yoki tegishli idoradan ma'lumot oling. Agar 5 ish kuni ichida ham hech qanday izoh bo'lmasa, albatta rasmiy izoh murojaat qiling. Men aynan ish kuni deb aytyapman. Chunki shanba, yakshanba va bayram kunlari bank amaliyotlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasidan so'raysiz. Agar pensiya jamg'armasi o'tkazilgan desa, bankdan kirim operatsiyasi bo'yicha tekshiruv so'raysiz. Agar ikkala tomonda ham tushunarsiz javob bo'lsa, yozma murojaat qiling va javobni yozma shaklda talab qiling. Og'zaki ertaga bo'ladi degan gap bilan haftalab kutib qolmang.
Agar sizning pensiyangiz kamayib tushgan bo'lsa, bu alohida masala. Jadval o'zgarishi pul miqdorini o'zgartirmasligi kerak. Miqdor kamaygan bo'lsa, unda ushlab qolish, qarzdorlik, qayta hisob-kitob, hujjatdagi o'zgarish yoki boshqa sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim to'lovlar muddati tugagan bo'lishi, qo'shimcha to'lov shartlari o'zgargan bo'lishi yoki oldingi ortiqcha to'lov keyingi oyda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda albatta rasmiy izoh oling. Birinchi xato qo'shniga qarab xulosa chiqarish. Qo'shningiz oldi, siz olmadingiz, demak sizda muammo bor degani emas. To'lovlar bank, hudud, usul va jadval bo'yicha farq qiladi. Ikkinchi xato firibgarlarga ishonish. Pensiyangizni tezlashtirib beraman degan odamga ishonmang. Pensiya rasmiy tartibda to'lanadi. Hech kim SMS kod orqali pensiya ochib bermaydi. Uchinchi xato. Karta muddati va bank ma'lumotlarini tekshirmaslik. Karta ishlamayotgan bo'lsa, pensiya tushishida muammo paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, hujjat muddati o'tib ketganini bilmaslik. Ishonchnoma, nogironlik maqomi bilan bog'liq hujjat, yashash manzili ma'lumoti doim nazoratda bo'lishi kerak. Beshinchi xato, yozma murojaat qilmaslik. Agar muammo cho'zilsa, yozma iz qoldirish juda muhim. Chunki keyin kimga, qachon, nima deb murojaat qilganingizni isbotlash oson bo'ladi. Iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani pensionerlar uchun jiddiy ogohlantirishdir. Bu har doim ham pensiya bekor bo'ldi yoki pul kamaydi degani emas. Lekin to'lov kuni, tartibi, bank yoki pochta orqali yetkazish vaqti o'zgarishi mumkin. Men sizdan so'rayman, hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz faol ekanini biling. Naqd olsangiz mahalla yoki pochta bilan aloqada bo'ling. Ishonchnoma muddatini ko'ring va hech kimga SMS kod bermang. Agar pensiya odatdagi sanada tushmasa, avval xotirjam tekshiring, keyin rasmiy murojaat qiling. Eng muhimi, o'z haqingizni biling va vaqtida harakat qiling. Izohlarda yozing, sizning hududingizda iyul oyida pensiya qaysi sanada tushyapti? Kechikish bormi yoki hammasi odatdagidekmi? Bu boshqa pensionerlarga ham juda katta yordam bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.